Kuyovi yo'q chimildiq. 5 kunlik dunyo 5-qismi 14 noyabr 2025 soat 19 5 da Milliy TV orqali namoyish etilar ekan. Tomoshabinda yana chuqur hissiyot uyg'otishi shubhasiz. Yaratilgan muhit, obrazlarning jonli harakati, hayotiy dialoglar va kichik detallardagi nozikliklar serialning o'ziga xos jozibasini yanada kuchaytiradi. Bu safar hikoya qahramonlar sinovlari, oila qadri, do'stlik va chin dildan qabul qilingan qarorlarning naqadar muhimligini eslatadi. Aktyorlarning tabiiy o'yini esa voqealarni yanada ishonarli qiladi. Har bir sahna tomoshabinni o'z ichiga oladi va ularni his-tuyg'ular orqali bog'laydi. 5-qism inson qalbiga yaqin, ta'sirli va o'ylantiruvchi bo'lim bo'lib, serialning yuqori sifatda davom etayotganini yana bir bor namoyon etadi. Har bir lahza tomoshabinni hikoyaning ichiga tortadi, voqealarning o'zgarishi esa qiziqishni oshirib, keyingi sahnalarni intiqlik bilan kutishga undaydi.